Hech o'ylab ko'rdingizmi? Fransiya milliy terma jamoasi jahon chempionatida g'olib bo'lsa, nima bo'ladi? Bitta katta muammo paydo bo'lishi aniq. Oltin to'pni kim yutishi? Siz videoga like bosib, sahifamga obuna bo'lib qo'ying. Video oxirida yarim finalda ishtirok etayotgan 4 tala jamoaning formalaridan birini qanday yutib olishingiz mumkin ekanligini tushuntirib o'taman. Chunki oltin to'p uchun kurashda kamida 3 ta asosiy nomzod bor. Ochig'i bu masalada fikr bildirishni istamasdim. Bu bahsni izohlarda sizlarga qoldiraman. Ammo bitta aniq narsa bor. Agar Fransiya jahon chempionligini qo'lga kiritsa, Parijdagi Shans-Elize ko'chasi 2018-yildagidan ham battarroq bayram va tartibsizliklarga to'lib ketadi. Yana bir futbolchi haqida esa gapirib o'tmasam bo'lmaydi. Kylian Mbappe u jahon chempionatlarini 2 marotaba qo'lga kiritgan bo'ladi. Shu bilan birgalikda Ronaldo, Nazario, Zidane, Maradona kabi katta futbolchilar bilan bir davrada tilga olinishi ham mumkin. Ha, shaxsan men buni aytishdan cho'chimayman, lekin bir insonni ham albatta eslab o'tishimiz kerak. Didier Deschamps. Agar u yana jahon chempionatida g'olib chiqsa, tarixda 3 marta jahon chempionligini qo'lga kiritgan murabbiy bo'ladi. Yana bir jihat borki, bu haqida deyarli hech kim gapirmaydi. Agar Fransiya yana jahon chempioni bo'lsa, u 21-asrdagi eng buyuk futbol millati ekanligini tasdiqlaydi. Chunki 30 yildan kamroq vaqt ichida 3 ta jahon chempionligini qo'lga kiritgan bo'ladi. Ammo asosiy savol esa shunday: agar Fransiya milliy terma jamoasi mana shu jahon chempionatini qo'lga kiritadigan bo'lsa, Braziliya, Argentina kabi futboldagi gegemon jamoalar qatorida tilga olinadimi yoki yo'q? Yoki bu jahon chempionligining o'zi ularga yetmaydimi va Fransiya, Germaniya kabi buyuk jamoalar qatoriga qo'shilish uchun bu chempionlikning qiymati yetarli emasmi? Izohlarda albatta yozing.